Assalomu alaykum arkadaşlar. Mana shu epikamizni mashinani bo'g'ilishi, rasol ko'payib ketgani, sarsqirlar chiqqani mijozimizga yoqmagan. Biz bularni katalizatorlarini eshitdik. Katalizatorlarni ko'rib turganlaringizdek ichini eritib, maydalab, уже guruchlik o'tib ketgan, guruchlik to'shib to'lib bo'lgan. Mana qop-qora qurum ko'ryapsizlar. Bu qurum esa rasol ko'pligidan bildiradi. Chunki katalizator ishlamagan, datchiklar ishlamagan, sensorning datchiklar umuman o'qimagan, hech qanaqa informatsiya bo'lmagan, короче. Ikkita bo'ladi, epikalar orqali bilasizlar, ikkalasini ham ko'ryapsizlar, to'kib tashlagan. Bu mashina o'zi 80 mingda katalizator to'lib boshlaydi. Agar vaqtida prime-ga qildirib yoki yurib turmasa, ja borsa bir 150 mingdan keyin erib ketadi. Erib ketishning hisobiga u borib samovarga tiqiladi, vyxlop yaxshi chiqa olmagani hisobiga rasol ko'payib, mashina qaltirab bir nimalar bo'lib ketadi deya xulosa qilaman. Hozir bularning ichiga yaxshilab katalizatorlarni qo'yib beramiz, datchiklarni hammasini prime-ga qilamiz. Guruchlarni tozalaymiz, xudo xolasa bitta zibros qilib beramiz, cho'tki bo'ladi. Shunaqa holatlar kerak bo'ladi.